Lekin bolamizda birlamchi qandli diabet aniqlandi. Yosh bolalarda sahar kasalligi hech qanday belgi bermasligini ham bilasizmi? Yaqinda Telegram kanalimga bir ayol murojaat qildi 4 yoshli qizini ochiq sohasini qichishi bilan. Men ularni qabul qildim va zudlik bilan siydik hamda qon tahlilini topshirishini aytdim. Bunda maqsadim qondagi qand, siydikdagi qand miqdorini aniqlash edi. Afsuski qizimizda qonida 13.8 miqdorda sahar aniqlandi. Bu qizimizda o'zi asl shikoyati ostidagi qichishish edi xolos. Lekin bolamizda birlamchi qandli diabet aniqlandi va bolamiz zudlik bilan shifoxonaga yotqizildi. Bu videoni qizi bor, oziq shishayotgan va befarq bo'layotgan ota-onalarga yuborib qo'ying.